Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Demak, sizlar bilan yana Display Community. Demak, sizlar bilan yana dasturimizni yanada rivojlantirishda, yasashda davom etamiz. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan o'tgan darsda biz barcha backend qismlarini, ya'ni barcha bizga kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni to'ldirib chiqqan edik. Endi shu ma'lumotlarni biz layout qismida, ya'ni telefon qismida, o'zi foydalanuvchi ishlatadigan qismda qo'shishni yoki o'zgartirishni, shunga o'xshagan barcha foydalanuvchi qilish kerak bo'lgan narsalarni qo'shishni o'rganamiz. Albatta, agar tayyor bo'lsangiz, biz darsimizni boshladik. Faizimizni bersin. Xo'p, demak, birinchi o'rinda aytib o'tish kerakki, foydalanuvchi barcha ma'lumotlarni hozir men ko'rsatganimdaqa battan qator qo'shib, backend qismidan qo'shmaydi. Albatta, u foydalanuvchi uchun juda oson va juda interaktiv yo'lda bu dasturimiz yasalishi kerak. Shuning uchun bugungi darsimizda sizlar bilan layout qismini ko'rib chiqamiz va ushbu ma'lumotlarni, ushbu qatorlarga ma'lumotlarni layout qismidan qanday qo'shilishi kerakligini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi bo'lib biz layout qismiga o'tib olamiz va layout qismidan tanishishni boshlaymiz. Xo'p, layout qismidan tanishishni boshlasak, birinchisi chap tomondan boshlay olamiz. Bu yerda masalan dasturimizning nomi bor. Dasturimiz nomini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Masalan, vazifalar ro'yxati degan nom qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana o'zgardi. Bu yerda ham o'zgardi. Xo'p, endi pastroqqa tushamiz. Pastroqqa tushadigan bo'lsa, endi bizda navigation, ya'ni bizda barcha dasturlarimizni xona deb oluvdik, eslaringlar bo'lsa, mana yerda users, foydalanuvchilar, vazifalar xonalarimiz bordi. Shu xonalarimizni biz ushbu plus tugmachasi orqali qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Va har bitta xonamiz uchun kamida bitta xona qo'shishimiz kerak bo'ladi, ularni to'laqonli ishlatish uchun. Xo'p, hozirgi holatimizda bizda vazifalar xonasi bor. Shu xonamizni qo'shib olamiz. Xo'p, demak, bitta bizda tayyor qo'shilgani bor ekan, lekin buni o'chirib tashlaymiz yaxshiroq tushunishinglar uchun. Biz yangi qo'shib olamiz. Xo'p, bizda bunday ekran ochiladi. Bizda demak screen from data, ya'ni orqa qismimizdagi qaysi xonani qo'shay degan narsani so'rayapti. Va ikkinchisi bizda custom screen, ya'ni toza ekran bo'ladi. Toza ekranga o'zingiz xohlagan narsangizni qo'shib ketishingiz mumkin bo'ladi. Va form screen, ya'ni birorta ma'lumotni to'ldiradigan bo'lsangiz, shu ma'lumotni to'ldiradigan sizga tayyor shablon sifatida bitta oynani ochib beradi. Va sizga tayyor bo'lishi uchun yoki ko'rsatish uchun sizga project management, ya'ni qanaqadir proyektlarni boshqarish uchun birorta dastur ochib beradi va dashboard, qanaqadir statistikalarni ko'rsatish uchun, company directory, ya'ni kompaniyaning qanaqadir ishlarini boshqarish uchun, ishchilarni boshqarish uchun, jamoani boshqarish uchun bitta shablon ko'rsatib beradi. Multi step form, ya'ni bir necha qadamdan iborat bo'lgan sizga zayafkani, ya'ni birorta arizani to'ldirishni sizga tayyor qilib ko'rsatib beradi. Va chatbot birorta odam bilan yoki kompaniyani egasi bilan yoki xodimlar bilan bir-biri bilan aloqani mustahkamlash uchun yoki o'rnatish uchun sizda chat qismini ham shablon sifatida qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, hozirgi holatimizda biz birinchi vazifalardan qo'shib olsak bo'ladi, lekin kelinglar yaxshiroq tushunishimiz uchun biz custom screendan boshlaymiz. Xo'p, custom screenni qo'shdik. Endi bu yerda qo'shilgan barcha ma'lumotlaring doimo esda saqlashlaring kerak. Bu yerda asosiy ma'lumotlar qo'shiladi, kattaroq masalan xonalar qo'shiladi. Lekin o'sha xonalarda nima turish kerakligi yoki ularni tahrirlash, o'zgartirish uchun siz o'ng qo'lingiz tomondagi ekrandan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Har bitta ezgan ma'lumotingiz, masalan, user profile etsam, userlar, foydalanuvchilar xonasiga o'tsam, u xonani men bu yerdan to'g'rilayman. Va xuddi shunday new screen, yangi ekran qo'shdik. Yangi ekranimizni hamma narsasini bu o'ng tomondagi ekrandan boshqarishim kerak bo'ladi. Xo'p, buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda demak general qismi bor, umumiy. Bu ekranimiz nima haqidaligi bu yerdan talab olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, bizda bu ekranimiz manbai,
Demak, bu ekranimiz qaysi xonani ko'rsatsin degan narsani so'rayapti. Bu yerdan biz hozirda vazifalar xonamiz kerak bizga, vazifalarni tanlab olamiz. Vazifalarni tanladik. Bizda avtomatik ravishda o'zi ekranlarni qo'shib beradi. Xo'p, buni o'chirib tashlaymiz hozircha. Keyingisi label, ya'ni bu ekranimizning nomi nima bo'lsin? Bu xonamizning nomi nima bo'lsin? Albatta, vazifalar degan xona bo'lishi kerak. Vazifalar. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda ham o'zgardi, bu yerda ham o'zgardi va bu yerda ham bu ekranimizning nomi o'zgardi. Va bu yerda ikonka, ya'ni bu ro'yxatimiz yoki bu xonamizni emblemasini qo'yib qo'ysak bo'ladi. Masalan, hozirgi holatimizda bizda vazifalarni tekshiramiz. Shuning uchun mana bu ikonkani tanlab qo'ysak bo'ladi. Bu yerda juda ko'p va legacy degan joyga o'tsalaring, juda ham ko'p ikonkalar chiqadi. Bu yerdan oqtarsalaring osonroq bo'ladi. Xo'p, bizda hozirda ko'p ishlatiladigan ikonkalar ro'yxatida biz mana buni tanlab olamiz masalan. Tanladik. Bu ikonka qayerda ko'rinadi desangiz, masalan, hozir yana bitta ekran qo'shaman. Masalan, users degan ekranni qo'shsam, mana ko'rib turganingizdek, mana bu ikonka hozir tanlangan ikonkamiz hisoblanadi va vazifalar deb yozuvimiz shu yerda ko'rindi. Xo'p, tushunarli bo'lsa, demak bu keraksiz ekranni o'chirib tashlaymiz. Demak, keyingisi bizda options qismi bor. Options qismi nima degani? Options qismi bu xonamiz haqidagi umumiy ma'lumotlarni keltirib berishi mumkin. Masalan, birinchisi visibility. Visibility degani ko'rinishi. Hozir sizga aytib o'tganimdek, masalan, bizda foydalanuvchilar ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, bitta dastur yaratdik va dasturimizda bir necha xona bor va bir necha xonamizda aytaylik kassa bo'limi, vazifalar ro'yxati, boshqa dasturlar borda, bitta dasturimiz ichida. Shuni aytaylik, faqatgina deymiz, Ozodbekka ko'rinsin deb qo'yamiz. Masalan, foydalanuvchilarga o'tadigan bo'lsak, bizda Ozodbek Yusufjonov turadi. Ozodbek Yusufjonov degan yozildi, masalan, nusxalab turib hozir. Endi layout qismiga o'taman-da, optionsdan add condition qilaman. Ya'ni ko'rinadigan joyini user profile, ya'ni foydalanuvchilar qismidagi ismi is bo'lsa kim? Ozodbek Yusufjonov. Mana Ozodbek Yusufjonov bo'lsa ko'rsatsin deyapmiz. Endi e'tibor bering, biz Anvar degan odamni qo'shadik, Anvar sifatida ko'rib ko'ramiz. Mana ekranimiz bizga ko'rinmaydi, chunki visibility, ya'ni bu ekranimizni true yoki false, ya'ni ekranimiz ko'rsatadigan narsa bizga false qaytaryapti. Mana visibility condition is false, ya'ni bizda user profile, ya'ni foydalanuvchi Ozodbek Yusufjonov emas. Shuning uchun bizga false qaytargani uchun ko'rsatmayapti bu ekranimizni. Va anyone, ya'ni любой odam sifatida ham ko'rsatmaydi. Faqatgina Ozodbek Yusufjonov sifatida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunda shunaqa visibility joyini har xil narsalar orqali o'zgartirib olishingiz mumkin bo'ladi. Bizda demak keyingisi filtr. O'tgan darsimizda o'tdik. Agar eslaringizda bo'lsa, query degan funksiyani o'tdik. Query funksiyasi nima qilardi? Barcha ma'lumotlarni bitta qator qilib turib, ularni qanaqadir shart qo'yardi-da, o'sha shartdan o'tganlarini qoldirardi, o'tmaganlarini qoldirmasdi. Eslaringizda bo'lsa, biz o'quvchilar deb misol keltirgan edik. O'quvchilar misolida, masalan, 100 ta o'quvchi borda, 100 ta o'quvchida faqatgina deyapmiz, test natijasi 80% dan yuqori bo'lsa, qolsin degan narsani beradigan bo'lsak, o'shaqa filtr qo'shadigan bo'lsak, biz faqatgina 80% dan yuqori bo'lgan o'quvchilar qoladi. Xuddi shunaqa bizda ham hozir filtr data qilib turib, masalan, vazifalar nomi, masalan, faqatgina vazifalar yozilgan vazifa bo'lsa, qoldirsa, agar vazifa nomi bo'sh bo'lmasa, qoldirmasin degan filtr qo'shib qo'yishimiz mumkin. Yoki boshqa ma'lumotni ham tanlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Endi keyingisi sort data, ya'ni sortirovka qilish.
sortirovka qilish nima desangiz, to'la ma'lumotingizni siz sortirovka qilishingiz mumkin. Masalan, aytaylik, o'quvchilarda misolida yaxshiroq tushunish mumkin. Jismoniy darsda deylik. Jismoniy darsida aytyapmiz. Mana table order turibdi bu yerda. Xo'p, endi bizda randomly degan narsa ham bor. Ya'ni random. Masalan, jismoniy darsida bilamiz, hamma o'quvchilar, asosan bolalar bo'yma-bo'y turishadi. Xuddi shunaqa sortirovka qilinadi. Eng katta, eng uzun bo'ylikdan eng kichkina bo'ylikgacha. Xuddi shunaqa bizda bitta har xil qatorimizni tanlab turib, shu qator orqali sortirovka qilib ber degan narsani bersak bo'ladi. Masalan, randomly bor birinchisi. Ketma-ketinlikda hech qanaqa nimasiz, tartibsiz. Vazifalar nomi bo'yicha, masalan, vazifalar nomi bo'yicha qilsak, qaysi vazifa birinchi yozilgan bo'lsa, o'sha birinchi vazifa birinchi ketadi, keyin oxirgi yozilgan oxirida turadi. Yoki keyingisi vazifa holati bo'yicha sortirovka qilsak. Ya'ni birinchi hammasi vazifalari tekshirilgan vazifalar, bajarilgan vazifalar, keyingisi bajarilmaganlar tursa yoki undan teskarisi. Yoki muddati bo'yicha ham bizda sortirovka qilishimiz yaxshiroq bo'ladi. Hozirgi holatimizda masalan muddatini ezamizda A to Z, ya'ni eng kattasidan eng kichkinasigacha, eng boshidan eng oxirigacha, boshidan oxirigacha deyapmiz. Masalan, hozir 1 aprel bo'ladigan bo'lsa, ertaga yana bitta vazifa qo'shdikda 5 aprelda. 1 apreldagi vazifamiz, keyin 5 apreldagi vazifamiz turadi. Buni teskari vazifasiga qilib qo'ysak ham bo'ladi. Eng uzog'idan eng yaqinigacha. Masalan, 5 aprel turadi, keyin 1 aprel turadi. Xuddi shunaqa qilib turib, biz ma'lumotlarimizni sortirovka qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, shular, boshqa ma'lumotlar yo'q. Hide from navigation bor, ya'ni navigation mana qatordan o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu navigation qatoridan o'chib qolishi mumkin bo'ladi. Bugungi vazifalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarimizda sizlar bilan bu ekranimizni to'ldirishni boshlaymiz. Ya'ni bizga kerakli ma'lumotlar bilan to'ldirishni davom ettiramiz. Bugungi darsimiz uchun shular edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.